Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi navesimiz 15 metrga 5 metr joyiga bitirdik. O'rnatdik, sto'nibga qildik. Bu navesimizning materiallari 1.8 disk ishlatilgan firmasiga, lazerli joylariga. To'rtga 4 profilga firma qilingan 1.5 stenka qalinligi. 8ga 8 1.8 stenkada bo'lgan. Oq panel shumkalik, tepasiga tunika qotirilgan. Tunika ham mokriy rangda, qalinligi 0.4. Qosh chiqarganmiz 40 cm. Firmalar orasi ham 1.10 dan bo'lgan. Raykalar 3ga 2 1.5 stenka qalinligi. Juda chiroyli. Juda zo'r chiqdi. Uyda egalariga ma'qul. Kimga shunday naveslar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishlari mumkin. Ekranda nomerimizni qoldiramiz. Bu navesimiz Samarqand viloyati Toyloq rayoniga o'rnatildi. Qo'shimcha keyin darvoza, perilar shunaqa narsalar ham qilinadi. Bemalol bog'lanishlari mumkin. O'ta chiroyli chiqdi. Uyingizga juda chiroyli qilib beramiz, shunaqa qilib. Aldash yo'q. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi navesimiz 15 metrga 5 metr joyiga bitirdik. O'rnatdik, sto'nibga qildik. Bu navesimizning materiallari 1.8 disk ishlatilgan firmasiga, lazerli joylariga.